Zavodni sotib olamiz. Biz deganingiz kim? Siz bilan men. Hazillashmang, meni pulim yo'q. Undan keyin bu davlat zavodi. Davlat zavodini sotib olish mumkin. Qolaversa, zavodlar borib inqirozga uchrashi mumkin. Ana undan keyin davlat o'zi sota boshlaydi. Bu zavod o'tirib qoladigan zavodlardan emas. Bu juda ham katta foyda keltiradi. Hozirgi sharoitda hattoki milliarder zavodlar ham o'tirib qolishi mumkin. To'g'rimi? Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Mumkin. Zavodni sotib olamiz. Biz deganingiz kim? Siz bilan men. Hazillashmang, meni pulim yo'q. Undan keyin bu davlat zavodi. Davlat zavodini sotib olish mumkin. Qolaversa, zavodlar borib inqirozga uchrashi mumkin. Ana undan keyin davlat o'zi sota boshlaydi. Bu zavod o'tirib qoladigan zavodlardan emas. Bu juda ham katta foyda keltiradi. Hozirgi sharoitda hattoki milliarder zavodlar ham o'tirib qolishi mumkin. To'g'rimi? Yo'q, bo'lishi mumkin emas.